qo'l Napoleon kesganimda sinib ketaverganiga shuni donali chiqarsa qanaqa bo'larkin deb rosa o'ylardim. Xuddi gaplarimni eshitgandek donali Napoleonni ham chiqarib yuborishibdi. Endi uni mazasi qanaqa bo'larkin deb tezda tayyorlab ko'rdim. Faqat o'zimni o'ylamasdan retseptini sizlarga ham ilinganimdan xursand bo'lsangiz yurechani bosib qo'ying. Oddiy klassik Napoleonni qanaqa tayyorlaysiz? Xuddi shunaqa xamir tayyorlab olasiz. Ustini yopib xolodilnikka qo'yib yuborasiz. Krem uchun sariyog' bilan skushonкani xolodilnikdan bir xil vaqtda olib xona haroratida qoldirasiz. Sariyog' yumshoqqina holatga kelganda 2 minut mikser qilib, keyin esa skushonкani 2-3 ga bo'lib solib mikser qilamiz. Ana o'shanda krem chirib qolmasdan quyuqqina bo'ladi. Falgadan xuddi shu ko'rinishda trubochkalar yasab olamiz. Xolodilnikda 1 soat turgan xamirimizni katta to'rtburchak qilib yoyib, xuddi shu ko'rinishda lentalar kesib o'rab pishirgani yuboramiz. O'g'lim maktabga chiqishiga hali 3 oy borligiga qaramasdan, shunchaki tayyorlovga borganning o'zida kiyimlarini shu darajada dog' qilib ketsa, ertaga maktab boshlasa nima bo'ladi bilmayman. Yaxshi ham manda bavi bor deb tezgina ustidan qaynoq suv quyib uvitib qo'ydim. Bavini ishlatishdan oldin kiyim matosi sifatlimi, rang chiqarib olishga moyil emasmi, shuni bilib, ana undan keyin ishlatsangiz ko'yingiz 100% to'ladi. 190-200 darajada oldindan qizirilgan pechda pishirib olgan trubochkali Napoleonlarimizni yaxshilab sovutib, keyin esa falgasidan ajratib olamiz. Ichiga krem to'ldirib, ustiga krem surib, keyin esa ortib qolgan trubochkalarni maydalab botirib olamiz. Retseptni hoziroq saqlab oling, tayyorlab ko'rib rahmat aytishga qidirmasligi uchun menga albatta obuna bo'ling.